Assalomu alaykum. Toshkent davlat tibbiyot universitetining haftalik yangiliklar dayjesti studiyada Marat Yunusov bugun dasturimizda. Janubiy Koreyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri Koreya Katolik universiteti vakillari bilan rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tomonlar tibbiyot ta'limi, ilmiy tadqiqot faoliyati, akademik almashinuv dasturlari hamda sog'liqni saqlash sohasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar. Toshkent davlat tibbiyot universitetining 1-sonli akademik litseyda magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga magistrlik diplomlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida 300 nafardan ortiq magistrga davlat namunasidagi magistrlik diplomlari tantanali ravishda topshirildi. Marosimda so'zga chiqqan universitet rektori Shuhrat Boymurodov bitiruvchilarni ushbu muhim hayotiy bosqich bilan samimiy tabriklab, ularning kelgusidagi ilmiy va kasbiy faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Toshkent davlat tibbiyot universitetida iqtidorli, tashabbuskor hamda ilm-fan, sport, ma'naviy-ma'rifiy va jamoat ishlari yo'nalishlarida yuksak natijalarga erishgan talabalarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida o'quv, ilmiy va jamoat faoliyatida faol ishtirok etib, yuqori natijalarga erishgan bir guruh talabalar Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining tashakkurnomasi bilan taqdirlandi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti dunyoning nufuzli xalqaro reyting agentligi Times Higher Education tomonidan e'lon qilingan The Impact Rankings 2026 natijalariga ko'ra dunyoning top 1000 universitetlar ro'yxatidan joy olib, 601 800-o'rinlar oralig'idan joy oldi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Adilov hamda vazir o'rinbosarlari ishtirokida amaliyotchi shifokorlar, tibbiyot sohasi olimlari va professor-o'qituvchilar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, tibbiy ta'lim sifatini oshirish, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish, zamonaviy diagnostika hamda davolash usullarini amaliyotga keng joriy etish masalalari muhokama qilindi. Hafta davomida so'nggi yangilik va xabarlar mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.